Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Bugun tongda O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatiga tayyorgarlik doirasida Kanadaga qarshi o'rtoqlik o'yinida maydonga tushib, 2-0 hisobida mag'lub bo'ldi. Uchrashuvdan keyin ko'plab mutaxassislar va jurnalistlar o'yin borasida o'z tahliliy fikrlarini bildirishdi. Xususan jurnalist Qahramon Aslanov Telegramdagi rasmiy sahifasida quyidagicha izoh yozib qoldirgan. Yakka kurashlarda yarim himoyamiz Otabek Shukurov 7 ta yakka kurashdan bittasidagina g'alaba qozongan. Odil Hamrabekov 6 ta yakka kurashdan bittasida g'olib bo'lgan. Sherzod Nasrullayevda bu ko'rsatkich 5 tadan bitta yaxshi ko'rsatkich. Farruh Sayfiyev esa 5 ta kurashdan bittasida g'alaba qozonib, 4 tasida mag'lub bo'ldi. O'yin haqida esa eng qisqacha xulosa shu: Jahon chempionatida qanday bo'ladi bilmadim. Balki ko'p narsa o'zgarmas. Menimcha bugungi o'yinda eng ojiz nuqtamiz markaz Hamrobekov-Shukurov juftligi. Raqibga ulgurishmayapti. To'p bilan sekin qaror qabul qilishyapti. Shukurovning o'zi 4 marta aldab o'tildi degan Qahramon Aslanov. Sharhlovchi Hasan Tuldaliyev esa quyidagicha fikr yozib qoldirgan. Bunaqa o'yinlarda Eldor, Igor va boshqa hujumkor futbolchilarimiz maksimal vaziyatlardan foydalanishmasa bo'lmaydi. Aslida vaziyatlarimiz ham yomon emas edi. Keyin yakka kurashlarda yana ozgina agressiv bo'lishimiz kerak. Kongo bu tomonlama Kanadadan ham agressivroq va jismonan baquvvatroq bo'ladi. Lekin umumiy taassurot yomon emas. Yigitlarda muhitga moslashish jarayoni hali davom etmoqda degan Hasan Turdaliyev. Sharhlovchi Davron Fayziyev ham Telegramdagi rasmiy sahifasida o'yin borasida fikrlar bilan o'rtoqlashdi. Ikkinchi bo'limda Kanada qo'shdi, tezlashdi, mobillashdi. Birinchi bo'limda individual elementlar ko'p edi. Ikkinchi taymda aksincha, kombinatsiyalar, bir teginishda paslar kuchayib ketdi. Go'yo boshqa jamoa tushgandek. O'zbekiston qarshi hujumga deyarli o'ta olmadi. Qanotlarimizda ham bo'sh zonalar paydo bo'ldi. Markazni raqibga boy berdik. Kamchiliklarni hozir bilib olganimiz yaxshi. Vaqt bor. Kannavaroni hisob emas, o'yindagi konkret vaziyatlar o'ylantirsa kerak. Tahlil qilinadi, ishlanadi va bartaraf etiladi. Kolumbiya shu holatimizdan xulosa chiqarib tursin hozircha. O'ylaymanki bunga qo'sha olamiz degan Davron Fayziyev. Telegramdagi Samuel Karlenich kanalida esa quyidagicha tahliliy maqola yozilgan. Xullas, bosim ostida himoyadan chiqib ketishimiz qiyin ekan. Ko'p holatda himoyadan hujumga uzun pas bilan o'tyapmiz. Bu odat kombinatsion o'yin qurishga ishonch bo'lmaganda sodir bo'ladi. Individual xatolar ham bo'ldi. Sayfiyev va O'rozov to'pni yo'qotgandan keyingi bosqich himoya tayyor emas edi. Demak, xato qilib qo'yilganda keyingi chora tayyor emasdek. Ammo yaxshi tomonlar ham bor. Bosim qilishimiz yaxshi. Ayniqsa Abbos yaxshi ko'rindi. O'yin biz oxirgi 3 yil o'ynagan futbolimizdan tezkor. Demak, bu jamoa o'rgangan. Futbol o'zgargan. Oldin ko'proq pozitsion futbol o'ynar edik. Ammo temp pastroq o'yin bo'lar edi. To'pni oldirib qo'ysak, raqib himoyaga tez o'tib ketmasdi. Hozir hujumga ham tez o'tyapmiz. Ammo oldirib qo'ysak, raqib ham tez bizning himoyaga yetib kelyapti. Balki himoyada Husonovga ko'proq ishonilgan bo'lishi ham mumkin. AQShga qarshi o'yindagidek o'yin oxirida yana charchash kuzatildi. Kannavaro yangidan g'ildirak yasamayotgan bo'lsa bo'ldi. Bunday bosqichdan oldin o'tganmiz va o'zimizga mosroq o'yin tuzilgan edi. 3 hafta qilingan ko'plab yuklamalar futbolchilarni 90 daqiqa to'xtamasdan yugura olishini kafolatlay olmaydigandek ko'rindi. Texnika futbolni o'qish, tushunib o'ynash ham muhim. Xullas, bugungi o'yindan to'g'ri xulosalar chiqarilgan bo'lsin. Bizni o'ta kuchli 3 ta jamoa kutib turibdi degan Samuel Karlenich kanali admini.